Pusandagi dengiz hayvonlarini ko'rishga keldik bugun. Hammaga anyom. Kecha uyum ishlarni qilib, hamma joyni tozalab, erimni dam olish kuni bizni Pusandagi hayvonot bog'iga olib chiqdi. Kelin hamma joyda kelin deganlardek ovqatni ham, kechki ovqatni ham solib ketdim. Soat 3da chiqdik uydan. Shu bilan soat kechki 7:30da keldik. Bu yerda allaqachon yangi yil boshlanib ketganga o'xshaydi, sababi hamma joyni chiroyli qilib bezatib tashlashibdi. Bular esa kichkina bolachalar ko'p kelishi bilgani uchun bu yerda chiroyli qilib bezatib qo'yibdi. Yosh bolalar uchun aslida bu, lekin kattalar ham xursand bo'ladi bu yerga kirsa. Nima kelsalar bu yer voобще boshqacha ekan. Men o'sha ikkinchi marta kelishim. Birinchi marta kelganimda unchalik hayvonlar kam edi, dengiz hayvonlari, lekin hozir bu yerda juda ham ko'p har xillari kelibdi. Katta 8 oyoq, videoni oxirida ko'rasizlar, uni akulalar ham bor. Bu qanaqa baliqligini bilmadim, lekin juda ham chiroyli ekan. Bu yer hayvonlari odamlarni ko'rib o'rganib qolganga o'xshaydi. Borib oynani yoniga o'tirsa, hammasi kelib senga tikilib qarab turishadi. Yoningdan o'tib ketishadi. Men buni qaranglar. Salomlashyapti. Nima qilyapti bu? Shunday qilib, xo'jayinim videoga olib yurdi. Biz esa hamma joyni qarab, qizim bilan tentirab yurdik. Xo'jayinimga telefonni va kiyimlarni berib qo'ydim. Biz videoga olamiz. Qizim ikkimiz bittamiz Instagramga, bittamiz YouTube, TikTokga video joylamiz. Shu sabab erimni fotograf qilib qo'ydik, kamerachi qilib qo'ydik. Bu esa tulenlar bu yerda. Yo'q, bu yer tulenlarmidi? Baliqlar ekan. Hozir tulenlar ham bor bu yerda. Dengiz mushugi deydimi o'zbekchada? O'shani bolachalari bor ekan. Dengiz mushugini, kichkina bolachalarini ko'rdik. Bu yerda erim meni ham ol videoga deb telefonni menga tutqazib qo'ydi. Iplos. Senga nimaga kerak dedim-da telefonni tutqazib qo'ygandim o'ziga. Va pingvinlarni videoga oldik. Bu yerda mana buni qaranglar. Juda ham chiroyli pingvinlar bor. Voобще bularga yaratilgan joy, akvariumi voобще toza, suvlari, oynalarini esa ishchilar artib yuribdi. Har kuni voобще chiroyli qilib tashishgan, pingvinlarga yashaydigan joyi juda ham yaxshi. Bu yerda esa yosh bolalar uchun ko'radigan nima? Men bu esa dengiz mushugi emas, sizlarga aytdim boya, tulenlar. Voобще yoqimtoy ekan, lekin bular oynani oldiga unchalik kelmas ekan. Nimagaligini bilmayman. Bir-ikki marta o'tirib ko'rdim, yonimga kelarmikin deb, lekin kelmadi. Odamga yaqin emasmi deyman, bular unchalik bilmadim yana. Qizim esa bu yerda nimalarnidir o'ynab yuribdi. Qarasam, qochib ketaveradi. Men buni qaranglar, voобще shirini. Oxirgi marta bunaqa joyga qachon borganim esimda yo'q. Bu men kelgan paytim bu yo'q edi. Birinchi marta kelganimda, hozir kelibdi lekin. Shunaqa joylarga borishni rosa orzu qilganman oldin va nihoyat kelganman. Mana bittasi yana. Mana shunaqa hayvonlarni yaxshi ko'radiganlar kommentariyga yozib keting albatta. Sizlarga ham yoqadimi dengiz hayvonlari? Oddiy hayvonlarga qaraganda, hayvonot bog'iga qaraganda menga dengiz hayvonlari ko'proq yoqadi. Juda ham chiroyli bo'ladi manzarasi. Shunaqa qilib ketdik, boshqalarni ko'ramiz. Bu safargi yo'limiz akulalar. Sekin akulalarni ko'rishga boramiz. Mana shunaqa qilib bu yerda o'tirib qarasanglar ham bo'ladi. Bu katta basseyn ekan, lekin qo'rqinchli ekan. Juda ham qarash bu yerga mayda baliqlardan tortib akulalargacha bor ekan. Videoni oxirigacha qarasanglar, bitta toshbaqani bitta qo'li yo'q, o'sha videoni ko'rasizlar. Sababi o'sha toshbaqani solib qo'ygan joyda akulalar ham bor ekan. Toshbaqani qo'lini akulalar yeb qo'ydimi, nima deb o'ylaysizlar, yana bilmadim men. Shunaqa qilib boshda kichkina akulalarni ko'ramiz va mayda baliqlarni ko'ramiz. Men bu akula uxlab qolganmi yoki hushdan ketib qolganmi bilmaymiz. Yerda yotib qaranglar buni. Va ichkariga kirib video olay desam, men bu qizim o'tirib olgan yigiti bilan chiqmayapti. Men ham video olay desam, mayli dedikda qizim bilan men bu yerga kirib rasmga tushib olamiz deb rasmga tushib oldik. Qizim shu yerda qorbobodan qo'rqib injiqlik qildi. Bir marta, ikki marta rasmga tushdik-da chiqib ketdik va bu yerga kirib oldim. Ana u qiz ketgandan keyin qizim bilan va dugonalarim bilan tanishib, gaplashib oldim. Men bu orqamdagi dugonam bilan tanishib olinglar. Hozir boshqa dugonalarimni ham ko'rasizlar. Shu videoyimda TikTokka joylash uchun olgandim. Dugonalarimni TikTokdagi dugonalarimga tanishtirish uchun. Men bu dugonamni yangi topgan. Menga o'xshaydimi? Albatta kommentariyada yozib ketinglar. Buni ham shunaqa chiroyli baliqlar bor ekan. Bu yerda ichiga kirib o'tirsa, o'sha akvariumni shishani ichiga kirib o'tirib rasmga, videoga tushishga ruxsat bor. Kichkinagina mana shunaqa eshikcha bo'ladi. O'sha yerdan kirib ichkarida xuddi akvariumni ichida o'tirgandek o'tirasizlar. Bemalol yerda o'tirsanglar ham bo'ladi. Men o'tirishimni qaranglar, oyog'imni uzatib olib. Hamma joy videoga olay birma-bir deb 62 ming won bo'ldi. Bu yerga kirishimiz O'zbekiston pulida примерно 600 mingday bor, 500 mingday. Bu yerda esa qizim qo'rqyapti. Buni ostida ko'rib turganinglardek akulalar bor. Bu esa shisha, lekin men minishga juda ham qo'rqdim. Sababi juda ham qo'rqinchli. Men o'zim qo'rqaman bunaqa narsalardan. Va qizimni erim mindirmoqchi bo'ldi bir-ikki marta, lekin qizim injiqlik qilib dadasi bilan janjallashib minmayman dedi. Men ham bir-ikki marta minishga harakat qilgandim. Erim qo'rqitib yubordi. Mana shu yerda meni itaverdi. Iplos aldab qo'rqqanimdan uchib tushdim o'rnimdan borku. Men buni qaranglar, kiyimni ham olmasdan qochib ketdim. Voобще qo'rqaman, shunaqa joylardan qo'rqaman, lekin erim o'zi 80-90 kilo bo'lib yurganini qaranglar, bu yerda mazza qilib o'yilib tushib ketmagin ichkariga dedim erimga. Bemalol o'tirib olgan yana. Yana qizim yuribdi bechora dadasini qutqaraman deb. Men esa bu yerda
mayli chiqib qo'yay deb endi oyog'imni qo'ygandim. Erim baqirib yuborgandan keyin yuragim yorilib qochib ketishimni qaranglar. Bu yerda oldimda kichkinagina bola mana bunaqa qilib yuradi xola deb o'tib ketyapti oldimdan. Uni ortidan meni qizim yugurib ketib qolganini qaranglar, yosh bolani ko'rib. Tavba qildim, oyingga o'xshamaysan qizim dedim. Nimaga bolalarning orqasidan yurasan? Bolalar seni orqangdan yurishi kerak edi. Qizim sharmanda qilib mana shu yerda yurgan ekan anavi bolacha bilan. Meni qizim ham menga o'xshab qaysi yigitlarga qiziqadimi deyman-da. Qo'limni yuvib men bitta yulduzchalarni ushlamoqchi edim. Ushlashga bo'lmas ekan. O'tgan safar kelganimda yulduzchalarni qo'limga olib ko'rgandim, lekin bu safar bo'lmaydi dedi. Nimaligini bilmayman. Yoki xazin yo'q bo'lgani uchunmi bu yerdagi. Bu esa bu yerda ko'pincha suv parilari yurardi, lekin bugun yo'q ekan nimagadir. Bu yerda nimalar borligini bilmayman. Sizlar ko'ryapsizlarmi bir nimani? Men esa hech nimani ko'rmadim. Faqat men bu yulduzchalarni ko'rdim. Mana u chig'anoq deydimi, mana shularni ko'rdim. Mana bu dengiz tipratikani va yulduzchalar bor bu yerda yana. Bular unchalik qiziqmas, lekin baribir videoga oldim. Keyingisi 8 oyoqlarni ko'rishga ketamiz. Pastga tushamiz. Toshbaqa va 8 oyoqlar. Mana shunaqa hamma joyda eskalator bor. Pastga tushgan men bu esa vashshi zo'r krasota to'rimi. Qizimga yoqib qoldi mana shu joy. Menga unchalik yoqmadi, lekin qop-qorong'i ekan. Baribir mayli deb videoga oldim. Bu yer meduzalarniki aytgancha. Bu yerda meduzalar bor. Hozir ko'rsataman sizlarga chiroyli meduzalarni, oppoq meduzalardan tortib rang-barang meduzalargacha bor ekan. Men bu yerda, men bu ilonmi nima bilmadim, tushunmadim. Короче, meduzalarni videoga oldim. Shunaqa rangsiz oppoq meduzalar bular, kichkinaroq. Hozir rangli meduzalarni ham ko'rasizlar. Bu yerda rasmga tushishga ham bo'lar ekan. O'zi ataylab rasmga tushadigan joy bor ekan. Men bu esa o'shani ursanglar, nima oyna singandek bo'ladimi yoki ichida suvmi qimirlaydi bolalar uchun ekan. Men bu ham ichidagi meduza. Mana rang-barang meduzalar va chiroyli mana shu meduzalar, bular katta meduzalar ekan. Boyagisi kichkina meduzalarda oddiy rangdagilari. Bu yerda ham hammasi meduzalar. Birinchi qavat va ko'p meduza ko'p ekan bu yerda. Hozir bu yerdan chiqib 8 oyoqlarni ko'rishga boramiz. Men bu yerda rasmga tushsak bo'lar ekan. Ataylab rasmga tushish uchun ekan. Men bu yerda esa katta 8 oyoq, men buni qaranglar. Koreyada 8 oyoq ko'p ko'rganman, hatto magazinlarda ham ko'rganman, lekin bunaqa katta 8 oyoqni birinchi marta ko'rishim, ishoninglar. Yana живой birinchi marta ko'rdim buni. Qizil 8 oyoq bu. Ana bu teshik nima edi? Men bu o'yib turgan joy uni uyi ekan. Men bu yerda esa oynalar va yana baliqlar bor. Bu yerga men sig'mayman, bular yosh bolalar uchun ekan bu. Faqat bu yerga kirganing bilan uyoqdan chiqib ketarkansan. Men bu nimaligini bilsanglar yozib boringlar. Ismi nima edi buni? Qalmarmada o'sha menimcha. Adashmagan bo'lsam yana bilmadim. Bu yerda esa skatlar. Skatni o'zbekchasi qanaqa aytiladi? Bu yerda esa qisqichbaqalar, lekin bitta ham qisqichbaqa ko'rmadim. Bu yerda faqat baliqlarni ko'rdim. U yoqqa o'tib qidirib ko'rdim qisqichbaqalar bormikan deb, lekin topolmadim. Qisqichbaqa faqat mayda baliqlar bor ekan bu yerda. Shu sabab indamay chiqib ketdim. Men bu esa men bilan qayta-qayta gaplash uchun oynaga kelib o'rlaverdi. Nimaligini bilmayman. O'zbekistondan kelganimni bildimi yoki cho'takarisga o'xshamayapsan deb men bilan videoga ham tushib oldi. Mayli dedim-da salomlashib o'tib ketay, blogerligimni bilib qoldingmi deb salomlashib o'tib ketdim. Albatta, hazil, yana bunga ham negativ yozib o'tirmanglar, hali blogermassan-ku deb. Qizim esa bu yerda bu bilan videoga tushmoqchi edi, yana qo'rqib ketdim. Men esa kela qol, men bilan videoga tusha qol. Seni ham yulduz qilib olamiz deb videoga tushib oldim. Shunaqa qilib juda ham odamga o'rganganmi bular va shu qo'rqmaydi. Bu yerga erim kallasini tiqib olganini qaranglar. Men bitta kallangizni tiqsanglar shu yerga nimaga o'xshar ekan? Nimaga akvariumda ichida baliqlar bilan birga yurganinglardek sezarkansizlar o'zinglarni. Shunaqa qilib men bu yerga kirib kelmadi, sababi shusiz ham boshqa joylarga borishim kerak. Hozirgi videoyim o'zi 11 minutdan oshib ketdi tushirgan videolarim, lekin ataylab birato'la katta video qilib bo'lmay sizlar uchun tushirdim. Men bu bilan esa men bilan kelib videoga tush desam tushishni xohlamayapti. Bu skat xo'p dedim-da, xafa bo'lmay bu yerdan ketdim. Indamay u yoqqa bu yoqqa qarab kutdim, balki videoga tushishga kelib qolar deb, lekin kelmadi. Mayli boray dedim-da, ketib qoldim. Shu bilan men bu nimaligini bilsanglar aytib olinglar. Men buni qaranglar. Bu baliq deb baliq emas, lekin baliqqa o'xshaydi, lekin qo'li ham bor ekan. Suzmaydi, sakrab yuradi. Nima bu endi qurbaqa deb qurbaqa emas, baliq deb baliq emas. Bilganlar albatta kommentariyada yozib ketinglar, bu nimaligini bilganlar. Shu bilan mayli deb qaytdik. Bu yerga kelsam, katta akvariumning yonida erim va qizim qarab turgan ekan. Akula bormikan deb qarasam, kichkina akulalar bor ekan. Katta akulalar boshqa joydami deyman. Xo'p deb bu yerni ham sal videoga olib, turgan ko'rsam men bu akulani qarang qo'rqinchliligini ketib qoldim va bu yerga kelsam, katta akula yurgan ekan bu yerda. Akulalar, skatlar birga hammasini solib qo'ygan. Men hayron bo'lganim bitta joyda toshbaqa bilan akulani bitta nimaga solib qo'yibdi. Toshbaqani yeb qo'ymaydimi akulalar? Yana bilmadim, men bir-ikki marta Instagramda videosini ko'rganimda akula toshbaqaga ham tashlanganini ko'rganman. Shu sabab bitta toshbaqaga rosa rahmim kelgan. Kichkina toshbaqa akulalarning yonida yuribdi suvda. Shunaqa qilib mayli dedim-da, shu yerdan qizim bilan men bu baliq gaplashib olay dedimi, nimagadir qizimga tikilib qoldi. Qizim esa qo'rqqanidan baqirib yig'laverdi shu yerda. Dadasi ham qo'rqityapti-da. Men buni qarang, baliqni akula deb qizimga ko'rsatyapti. Xuddi qizim baliq bilan akula farqiga bormaydigandek. Mana haqiqiy akula, buni tishlarini qaranglar qanchalik qo'rqinchliligini.
Qizim aniq qo'rqdi bu akuladan. Ketamanga tushib qoldi birdan. Shunday qilib, bu yerda ham videoga olib, o'zim bilan o'zim boshqa joyga ketib qoldim. Dadasiga meni ham videoga oling desam, meni videoga olmadi. Mayli, olmasang ters sol dedim-da, ikkovini jo'natib olib, o'zim videoga olishga qaror qildim. Videoyimni olish uchun telefon qo'yadigan joy topolmadim. Shunaqa qilib, men bunga qo'yib olib, o'zim sekin video olib oldim. Uyda hech kim meni dardimni tinglamaydi. Oyimga aytsam, oyim urishib beradi. Dadamga ayta olmayman, erimga ham ayta olmayman. Sababi erim o'zi bilan janjallashaman. Shu sabab bu yerga kelib, tushingni suvga ayt deganda, dardingni suvga ayt deganda men baliqlarga aytgandim. Bir-ikki marta men bu baliq men bilan gaplashmoqchi bo'lib, lekin dardimni eshitib u ham qo'ydi dedi, ketib qoldi. Boshqa joyga o'tirib olib, men bularga aytay desam, bular ham bezor bo'lishdimi? Hammasi ketib qoldi. O'zimiz dardimiz o'zimizga yetar deb bu yerdan qanday qutulishni bilmayapmiz. Sen dardingni eshitishimizga vaqtimiz yo'q dedi. Bular ham ketib qoldi. Mayli dedim, men dardimni eshitib kasal bo'lib qolmanglar deb toshbaqa bilan gaplashaman deb toshbaqaning yoniga ketdim. Bu yerda ham toshbaqa bilan endi gaplashishga urinayotgandim. Bitta toshbaqani qo'li yo'q ekan. Rosa yuragim og'ridi shu yerda bor bu. Men bitta kichkina toshbaqa, katta toshbaqa bor ekan. Endi men bu toshbaqa bilan salomlashib gaplashib olaman desam, ana bitta qo'li yo'q toshbaqa kelayotgan ekan. Juda ham rahmim keldi bu toshbaqani ko'rib. Bu katta toshbaqa, lekin nimagadir bitta qo'li yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Akulalar tishlab oldimi? Yana senlar qilinglarmi deb men bu ikkita menga qarab o'tirgan, uchta menga qarab o'tirgan akulalarni qo'yib berdim. Qaysi biring tishladinglar qo'lini? Darrov qaytarib beringlar desam, bu ham bitta turnis kelayotgan ekan. Yo, senmi tishlagan deb ularga ham urishib berdim. Lekin bular kichkina akulalar, menimcha toshbaqaga kuch yetmaydi bularni. Yana bilmadim. Shunaqa qilib, men buni pichoqni qaranglar, qo'llarini rosa rahmim keldi bor-ku, lekin nima deb o'ylaysizlar, bu toshbaqani qo'liga nima bo'lgan? Yoki dengizdan olib kelishganda shunaqa bo'lganmikin, yana bilmadim. Bu yerda lekin katta akulalar yo'q edi. Xullas, Xudo shifo bersin bu toshbaqamizga. Shu bilan yo'limizda davom etdik. Bunga xayr dedim, lekin baribir yonidan ketgim kelmadi. Nimagadir rosa rahmim keldi. Juda ham chiroyli toshbaqa ekan. Buni qaranglar. Katta toshbaqa ekan, lekin bundan keyingi toshbaqani ko'rsanglar vashshiy rahminglar keladi. Sababi u kichkina toshbaqa katta akulalarni joyiga, bitta joyga solib qo'ygan ekan. Xuddi mana shu joyda kichkina toshbaqa yurganda, hozir lekin bu yerda yo'q. Nimagadir boshqa joydami deyman bu. Shunaqa qilib, bu yerda o'zim sekin video oldim. Erimga aytdim, meni videoga olgin, men bular bilan videoga tusha olay deb. Qizim yonimga kelishga urindi, lekin qo'rqdi nimagadir. 3 ta akula, men buni qaranglar, juda ham qo'rqinchli, menga qarab turganda 3 ta akula. Shu bilan videoga ham tushib oldik. Bu yerda ham bilamanlab va bu yerda qizim paxta morojeniy deydimi, o'shani yeyish kelib qoldi. Bu robot esa bizga paxta morojeniysini yasab berdi. Kapalakcha xilidan olaman dedi qizim. Shu bilan kapalakcha paxta morojeniysini oldi. Bu esa qizim oyim bilan gaplashib oldi. Shuni ham zapis ekran qilib oldim. Bu esa rasmlarni chizib berar ekan. Biz shu yerda o'zimiz rasmlarimizni chizdirib oldik, lekin u rasmni chizgan videoyimni keyingi videoda qo'yaman. Bu yerga sig'maydi. Keyingi videoda bizni uchalamizni chizib bergan rasmini ko'rsataman. Albatta, bu esa chiqib ketganimizda dengizni yoniga shunaqa chiroyli bezatib qo'yishibdi. Albatta, yangi yil uchun bu menimcha, yana bilmadim. Dengiz yoniga, buni orqasida dengiz bor, lekin u yoqqa o'tolmadik. Shunaqa yaltir-yultirlar bilan yopib tashlabdi dengiz tarafni. Shunga shu yerda videoga tushib qo'ya qoldik. Va shu bilan qornimiz ochib ketdi. Uyga qaytishga qaror qildik. Uyga qaytaylik tezroq desam, erimga ozgina videoga olay, ozgina videoga tushaylik, toza havoda yuraylik, qanchadan beri uydan chiqmadik-ku dedi. Mayli deb shu bilan ozroq videoga tushib qaytdik va biz kechki ovqat shvedskiy stolga borib shirinliklar, choy va chikinlar bilan yeb uyga qaytdik.